13 kvadrat 114 mingga yana savdolashib olsangiz bo'ladi. Yangi domlardan hamma narsasi bilan Samkoch hududi yo'lning ustidagi Novostroyka bo'layapti. Kvartiramizning hol qismi bemalol mana bu yerda yumshoq mebel qo'ysangiz ham bo'ladi. Maydoni kattagina, xonalarimiz hammasi razdельный. Bu xonamiz mehmonxona. Yumshoq mebelni ko'ryapsizlarmi? Bemalol sig'gan. Mana bu yerda stol qo'ysangiz ham bo'ladi. Konditsionerlar bor, televizor jihozlarini qo'yganlar. Dokument hujjatlari tayyor. Yo'lning ustidagi Novostroyka. Bez gulxo'y. Hamma xonalarimiz razdельный. Alohida bo'layapti. Kattalarimizga mo'ljallangan yotoqxonamiz ko'rib turganlaringizdek mebel jihozlarini tayyorlab qo'yganlar. Alohida bolalarimizga mo'ljallangan yotoqxona, bu yerda ham hamma mebel jihozlari bor. Oshxonamizni ko'ringlar, kattagina mana shunaqa oshxona. Mana bu yerda alohida bitta ploshyadi qolgan, bu yerda рабочий zona va mягкий mebel qo'yganlar. Televizorlari ham tayyor holatda turibdi. Asosiy kiraverish eshigimizdan chiroyli prixожий mebel, sanuzolimiz umumiy bo'lyapti. Samkoch yo'lning ustida 4-etaj liftlarimiz bor. 113 kvadrat 114 mingga narxlanyapti. Yana savdosi bor. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi.